sizga tiqing, siqib oling, mana bunaqa qiling deb sizga положение berish kerak. Yaqinda ota bo'lasizlar, уже 26 ga kiryapsizlar. Bo'ldi, kirdinglar уже. 26 yil degani bu четверть veka degani. Keyin xafa bo'lasizlar ertaga 10, 13, 15 yoshli bolalar krisaga aylansin. Sen krisa nimaga krisasan desan? Krisa sen o'zing krisa 13 yil krisa bilan yashagan uchun bolang krisa bo'lyapti-da. Keyin 15 yoshida sen bo'ri bo'l deganingiz u befoyda, u soxta bo'ri bo'ladi. Nima qiladi? Uyingizda bo'riligida o'zini tutadi, ukasini uradi, singlisini uradi, keyin xotinini uradi, onasiga mana uni ko'rsatadi. Eng zaif odamlarga zo'rligini ko'rsatadi, lekin aslida ichida krisa yashaydi. Tanasidan boshini jido qiladi, o'zi aslida u krisa. Lekin shakllanmaganligi uchun u boshqa zaiflardan o'zini zo'rligini isbotlagisi keladi. Shuning uchun xafa bo'lmang bolalaringiz krisaga aylanayotganiga. Chunki u yillar davomida krisalar bilan yashayapti. O'zingizga tashqaridan oyna qo'ying, kamera qo'ying. Oddiy 500 so'mlik sharda 27 ga kirib siz yora olmayapsiz. Ayol kishi sizga motivatsiya berish kerak. Uyalmaysizlarmi? Uyat-ku bu. Yana hech narsa bo'lmagandek turaverasizlar. Uni aytgani bilan yorganingizdan keyin hech narsa bunga g'urur, nafsiylarga bir tegmaydi ham. Chunki onangiz shunga o'rgatgan. Onangiz uyalmasdan pul topmasangiz ham uyga kelib bezlarcha tomoq yeyishingizga rozi bo'lgan. Ertalabdan kechgacha portfelingizni ko'tarib yurasiz, xuddiki siz o'qishga bordingiz, lekin bormaysiz. Tetris o'ynaysiz, kompyuter o'ynaysiz. Lekin onangiz yashiradi otasidan, eridan. Bilib turib. Qaysi bet bilan, yuz bilan yana o'tirib tomoq yeydi bitta dasturxon atrofida 20 ga kirib. Nimaga onangga telefon qilmading? Nimaga otangga telefon qilmading? 10 kun o'tdi desa, 28 yoshga kirgan bola telefonimga pul tashamadi-ku. Telefonimga pul tashasin, keyin telefon qilaman deyapti. 28 ga kirgan. Telefoning nechi pul desam 30 ming deyapti. 28 ga kirgan dev 30 ming so'm o'zini shaxsiy puli yo'q degani. Mana haqiqat. Kerakmi haqiqat sizga? Mana haqiqat. Shundan keyin yana menga savol bersangiz, nimaga sizga negativ ta'sir qilmaydi? Nimaga siz ustidan odamlar kulsa ta'sir qilmaydi? Ta'sir qilmaydi. Chunki men jamiyatda o'sha eng uzuli bo'lgan, minusdan minusga kirib ketganlar bilan ishlayman. Kesin 1 soat o'tirsa mana bu yerda. Ha, deydi. Mana ekan qayerda haqiqat. Ana shunday.